Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz vatandoshlar, hammalaringiz vaqtlaringiz baxayr. Xo'jduku Boston safasini taqib qilakan aziz folvoray aziz bilandalar dohil xorij. Hammalaringiz qaror ko'rasizlar do'stlar, bizlar dasht sahroy tabiatga chiqib, do'stlar mavqeat sohay ulusvoli Xo'jduku. Ko'rasizlar do'stlar, mana hamma qavmlar, do'stlar birga da'vat Zabibulloh Pahlavon do'stlar dashtga va sho'ra qo'yini ustiga kelib bizlar uni mahfil olib o'tiribmiz. So'raymizki do'stlar, mantiqa Toshkal degan do'stlar, Toshkal. Shuning uchun mana oshpada kavzdan ham so'raymiz, burga bu dufiyaza pishirib o'tiribdi. Burga necha kilo go'sht tashladi, qaysi munosabatdan burga kelgan, shularda bir ma'lumot bersa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sog'misiz? Dayan baxar borsizmi? Otingiz nimarsa? Otim Hazrat Qul. Hazrat Xuldoy oshpaz, siz burga dufiyaza qilayotib o'tganingiz, necha kilo go'sht tashladingiz burga? Nimarsa bu dufiyaza tashladingizlar ma'lumot bersa, avval o'zingizni ma'rif qilib. Avval o'zim mana men Xo'jdukadan bo'lamiz. Qariya yettirig'dan. Mana shunda bir ma'qul olgan ekan shura. Ma'qul kimnikida? Ma'qul mana Hasadboyda, o'g'li Zaboyda qo'yini ustiga Toshkalga. Shunga mana shunda ikkita mol kelgan ekan. Qarama 4,5 sir go'sht, piyoz, sir, mana shundan tayyorlab shunday bir g'o'za pishirib, juda bir she'rini tarqatmoqchi uchun dashga chiqqan ekan bular. Bu dufiyadan qancha vaqtga omada bo'ladi bu? Dufiyaza 1 soat, 1,5 soat, 2 soat, 3 soat qanchaki Elan shuri qildingizga. ash bilan shuri bo'ldi bu. Yana 2 soatdan nari omada. Amaliyotda tashlar bo'ldi. Amaliyotda xalos bo'ldi. Mana shunda do'stlar var kelyapti. Mana endi bular bir ta'pir qiladi bo'ra. Mana bu tayyor bo'ladi, sonra bir nonxo'rlik. Mehmonlar kelyapti. Mana shuncha ishlar. Tashakkur, sog' bo'ling. Salomat bo'ling, sog' bo'ling. Bismillahirrahmanirrahim. Qudratli bo'laman. Ulusvoli Xo'jdukadan mana keldik Toshkalga qarab mavqeat Toshkal va xayr. Mana Zapolvonni me'morligi bor ekan shura. Asadboyda o'g'li bu. Kichkina Zapolvonni akasi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hammadan avval tamom xorij dohildan aka salom eshitsin. Mana sizni kelganingizdan ham tashakkur. Hazratlar Boston Xo'jduku. Har yerda bormardim, bir o'zingizni ma'lumot berasiz. Tamom joyga sizga bizlar bir iftixor. Tashakkur, sog' bo'ling. Bu mahfilga mehmon uzoqdan ham kelganmi yo Xo'jdukuni javonlarimi? Har yerdan intihob qilib aytilgan, mana Baxayr Anxuydan ham keladi, Aqchadan, Shivrg'ondan. Tamom mana bu terilib Xo'jduka sohasidan o'zi markazdan aytilgan. Yordamchilar bor hammasi. Bu mahfilga faqat bir nonxo'rlik, bir dufiyaza xo'rlikmi yo baxsha ham bo'lgan bir an'anatlari bormi? An'anat bir o'zimizdan qadimdan qolgan an'anat bor, bir go'rash qilamiz. Shura do'stlar bilan bir o'zga bir ana dufiyaza xo'rlik, bir mehmondorlikda bir tapra. Tashakkur, sog' bo'ling. Payomingiz bo'lsa eshitib o'tiribdi do'stlar. Tashakkur, sizdan ham katta tashakkur. Hamma yor do'stlar ko'ribdi, xorij dohilda hammasiga assalomu alaykum va rahmatulloh. Tashakkur, sog' bo'ling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz Xo'jduku Boston TV'ni taqib etgan qavmlar, xarijda va daxilda hammalaringizga tez yuragimdan qizg'in salomimni gönderiyorum. Her biriniz bizlerin salomlarimizni alay qilsangiz. Bugun hurmatli Zabi Palvon davetinde bizler, yani Xo'jdukaning dashti meydanında şehirde mana pahlavonlar bilan kelib, bularga mehmon bo'lib, shu kun soat 12 bajada buların daveti var, hemmemiz şöyle gelip iştirak ettik. Hürmetli Afganistan taraftan Kazakistan'da kamyap olan Cavit Palavan kahraman burada var. Zabi Palvan'ın mihmanları ve hayat ve başkalar mihmanlar ve hem divarlar hem şurada var. Hemmelerini bir ayda otursak mana
Yani Xo'jadik Bostanda tomosha edip otursanız her birinize mana şuların salamları hem ba hemişe sizler bilen şular yana ittifak ittihat davet deyip oturup turmanı bayık Allah Teala hemmemize nasip etsin. Hemmemiz ittifak olup hemişe Afganistan'da parahatçılıkta yaşap yürümemizi Allah nasip etsin deyip arzu edip meydana çıktık. Mana bugün hormatlı doğanımız Zevi Palvan'ın daveti her yerden mihmanlar gelen mana şu mihmanlar bile tomosha edip otursanız Xo'jadik Bostanı hemişe takip edip hemişe bizler bilen bo'lin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz vatandaşlar, aziz daxil xorij Xo'jadik Boston safhasini taqib qilayotgan aziz bilendalar. Qaror ko'rasizlar, bizlar tabiati zibo, dashti, toshkal mavqeati Ulusvali Xo'jadikga qaror topdik bizlar. Ko'rasizlar do'stlar bilan mana qatorga qahramon Fanja Fo'lat qahramonlarimizdan, Xo'jadik diyorimizdan, Afg'oniston iftixori, Javzjon iftixori Muhammad Javoid pahlavon do'stlar. Bismillahirrahmanirrahim. Joyid Palvonman. Salom e'tirom taqdim qilaman o'tgan do'stlar va sizni YouTube kanalingizdan ko'rayotgan do'stlarim salom e'tirom taqdim qilaman. Men tashakkur qilamanki mana Qozog'iston borib bizlar bir yosh do'stlar bilan keldik. Mana do'stlar Mardim Xo'jadik hamma alhamdulillah tashviq qilib nima qildi, zahmat qildi. Hammasiga qilgan zahmatdan tashakkur qilaman. Tashakkur qahramon Jahud Palvon aka, siz nima bois bo'ldiki siz Tim milliga ishtirok qildingiz? Siz shularni ma'lumot bersangiz. Bizlar rasman bir tim milliy bizkashi Qozog'istonga da'vat qildik. Rasman buradan bir tim ketdi, Qozog'istonga bordik. Bizlar joyga 3-oy qaror topib pas qaytib keldik. Tashakkur, sog' salomat bo'ling. Bu do'stlaringizga Xo'jadik Boston safhasini YouTube kanalidan taqib qilayotgan binandalarga, havodorlaringizga payomlaringiz bo'lsa, eshitib o'tiribdi. Hammasiga salom e'tirom qilaman. Daxil xorijda bo'lgan do'stlarga duosidan faromoj qilmasinlar. Hammasini sog' salomat esda bilan sog' bo'lsinlar. Tashakkur, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Bismillahirrahmanirrahim. Beijoze mana shu o'ldigan qahramon polvonlar, mehmonlar Xo'jadik Boston safhasini ko'rayotgan xorijda, daxilda hammasini berga mana do'stlari, qavmlari, rafiqlari hammasi salom aytadi. Ular ham har joyda bo'lsa sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mana Joyid polvonni xorijga musobaqa berib kelgani uchun Zabi polvon do'sti, yaqini Inog'axonni bir mahfil olib, mana bizlarni ham da'vat qilgan, Joyid polvonni ham da'vat qilgan. Joyid polvon yana bir Joyid polvon emas. Joyid polvon ko'p Joyid polvon o'yinda, Joyid polvondan katta umidlarimiz bor. O'yinda shogird tarbiya qilsa, bir o'zi boyat 10 ta bo'lsa, 10 ta 100 ta bo'lsa, manomi Xo'jadikoni to'rpog'idan chiqqan Joyid polvon bizlarning bir iftixorimiz. Inshaalloh ham bundoq varzishkorlar o'yinda umid qilamizki, boyat ham ko'proq chiqsa. Nima uchunki bir muft varzishkor bir qahramonlikka yo bir vardishga bir xorijga musobaqaga ketishi oson emas. Mana bir o'z bundoq Joyid polvonday qahramon bo'lib, qavmini ichiga, millatini ichiga, vataniga bir iftixor keltirish uchun mana shunday ishlayman. Inshaalloh o'yindaga shomil bo'ladi. Tashakkur hammalaringdan. Sog' bo'linglar. Tashakkur.
Assalomu alaykum me'morlar, hammalaringiz xush kelibsizlar. Xo'jalik Ulusvoliya, Anxoy, Sarpil hamma tarafdan do'stlar javonlar kelgan. Mana bu sayl soatlari va sabzani ko'rasizlar. Asadboy o'g'li Zabilla polvonni o'tani biladi. Chunki har yilda mana shunday ko'klam munosabati bilan do'stlarni, yor do'stlarini, hamkorlarini, rafiqlarini mana shunday da'vat qiladi bular guruh Asadboy Mo'ysafovlarni, Zaboy polvonlarni, u kichkina Shab polvon o'z guruhlarini mana shunda ko'rasizlar. Mana shunday yilda 10-15 mahfil mana shu yerga barguzor bo'ladi. O'sha munosabatdan Zabir polvonni ham uyiga bir yaxshi bir mehmon o'g'ilcha xudovon bergan. O'sha uchun shunga ham bir yor do'stlarni aytmoqchi edi. Hamchiroq Javod polvonga hammalaringizni xabarlaringiz bor. Bir oy oldin Temi milliy Buskashiya Afg'oniston bilan bir tim bo'lib, o'zimi Qozog'istonga borib musobaqaga millini o'tkazib keldi. Albatta 9 kishvardan chopandozlar ishtirok qilgan edi. O'shanda xushvaqtona 9 kishvarni ichida Afg'oniston muqomi siyimda olib, medali bronz olib, bas Javod polvon o'z mulkiga keldi. O'sha munosabat uchun Zabir polvon mana buncha tartibotga ko'rasizlar, hozir sizlarni ham zahmat beribdi. Mana bu yerga keldingizlar, kelganlaringizdan bir jahon sifosguzorlik bildiramiz. Xush kelibsizlar. Hamisha do'st yordiki mana shunday ro'zlarga borish, kelish, inshaalloh Xudovon bundan ham yaxshi illarni berib, ulkamizga sulh saodat keltirib, musofir yashab yurgan do'stlarimiz, inog'alarimiz va kattalarimiz ham kelib, mana shunday bir fazoyi sulhga o'ltirib, ular bilan ham bir joyga mahfil olishni Xudovon bizlarga nasib qilsin. Yanada Javod polvon voqean siz ham iftixor bir Afg'oniston, Ahmad polvon hamchinon ikkovlaringiz ham boshqa ham sizlarday javonlar xo'jalik uchun qahramonparvar deb hamisha yod qilganmiz. Butun jahon biladi. O'sha munosabat uchun mana shunchaki Afg'oniston uchun o'z kuchingizdan, quvvatingizdan himmat qilib Afg'onistonni basda butun tashqi mamlakatlarga tanitganingiz uchun sizdan ham bir jahon sifosguzorlik qilamiz. Hammalaringiz xush kelibsizlar, sog' salomat bo'linglar. Hamchinon me'morlarni Anxoy sarflanmasini aytdik. Umid polvon, Umidboy Anxoy. Umidboy Anxoydan hamchinon kelganlardan bir jahon minnatdorlik bildirib, qadamlariga hasanat deymiz. Sog' salomat bo'ling, Xudoning panohida bo'ling.